家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第5单元阿里木的新房子第2部分。Bugün öğreneceğimiz 5. kısım Olimning yangi uyi ninki 2. bölümü. 好，onda bo'lsa darsga kirdik. 一样，首先我们先学习一下今天的生词。Avval bugungi yangi so'zlar bilan bir tanishib chiqaylik. Unda bo'lsa başladık. 第一个词，请问，请问，请一个言字旁啊，后面呢是横横竖横，然后下面是一个月，问是一个门，里面是一个口。请问Manisi so'rab baqsam. 那么buni oldida men mush dars o'tgan vaqtimda bir qatim degan. Bir odamdan bir ishni mandaq bo'lib baqsa, andaq bo'lib baqsa deb turib, noiti ilmiy holda so'rg'a vaqtimizda oldiga mana shu ching degan xatni qo'shdik. Nima so'rashni wen deymiz, nima noiti adablik holda so'rab baqsam desak ching wen desak bo'ladi. Oldin qatam shu ching paydo bo'lgan vaqtida nimani o'rgangandik? Ching shovding. Birdam saqlab tursangiz degan o'rgangandik-ku. Shuning bilan o'xshash. Ching wen. Nima buningga masalan bir jumla tuzib baqsak, so'rab baqsam, Xinjiang universiteti qayerdadir desak, Qing wen Xinjiang 大学在哪儿? Qing wen Xinjiang 大学在哪儿 desak bo'ladi. Nima yana masalanga请问比如说去 Haranbag degan bo'lsa, Haranbagga qanday boramiz desak, 请问去海尔巴格怎么走? Yoki bo'lmasa bir narsaniki bahosini so'ragan bo'lsak, masalan, so'rab baqsam bu oyoq qancha pul desak, 请问这双鞋子多少钱 desak bo'ladi. Nima 就是说 bir odamdan savol so'ramoqchi bo'lsangiz, oldida 请问 deb qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, hamda ashunda qo'shishimiz kerak, bo'ladi emas. Ashta qilishimiz kerak. Hamda ikkinchi so'z 生活用品，生活用品，生我们已经学过了，对吧？生气deymiz, yoki bo'lmasa ilaqa shu ham so'z degan chaqda生词deymiz-ku, 撇横横竖横。那么活degan 一个3点水，后面是撇横竖，一千的个千，asты bir tal口，生活，生活degan turmush degan gap, turmush。我的生活非常的幸福，mening turmushim nihoyatda baxtli。我们现在的生活水平非常的好。Bizningki hozirgi turmush saviyamiz intayin yaxshi. 那么这是生活 turmush degan gap. 用品用bu xatga qarasak bu yu degan xat esimizda bordi, oydagi yuni sal yapalaqroq qilib yozib hing qilib bo'ldik. Eng oxirida o'tirg'i bir tal shuni tortib olsak, yu degan bu xat sal o'rg'iroq. Mana yung sal semizroq chiqadi, semizroq qilib o'tirg'i bir sizoq tassak, o'sha yung degan xat bo'ladi. Nima pin degan bu xat qandoq? 3个口3tal口bo'lsa, o'sha pin bo'ladi. 那生活用品，用品degan buyum. 那生活用品就是 turmush buyumlari. Turmush buyumlari. Masalan, bugun men berib azroq turmush buyumlari setib olay desam, 今天我去买一些生活用品。今天我去买一些生活用品 desak bo'ladi. 生活用品 turmush buyumlari. Ha, nima mushu buyumni degan mushu 用品 dedik. Nima turmush buyumlaridan boshqa, masalan, o'rganish buyumlari, o'rganish qurollari degan vaqtimizda 学习用品, o'rganishni 学习 deymiz-ku, 学习用品 deymiz, 学习用品. Uningdan boshqa yana masalan mushu tushuydigan yoki bo'lmasa mushu lunga qatorliq narsalarni mushu yuyingan vaqtimizda
yoki yuz yuvgan, qo'l yuvgan vaqtida ishlatadigan narsalarimizni nima desak bo'ladi desak, 洗漱用品 desak bo'ladi. 洗漱用品 desak bo'ladi. Hozir shu 用品 ga yana 生活用品dan boshqa nimani aytgandik? 生活用品 bir, and then 学习用品, 学习用品是 2, and then 这个洗漱用品, 洗漱用品. Nima uningdan boshqa masalan shu tantarbiyaga munosabatli narsalar bo'lgan bo'lsa, masalan top yoki bo'lmasa ping-pong 球拍 degan narsalarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, 你要去的是体育用品体育用品 deymiz uni. Tantarbiyaning 体育 deymiz. 好，这个呢是生活用品。bir narsani qo'shib chiqarib o'tdik. 希望同学们能够记住。售货员，售 degan bu xatga qarasak, 一个单人旁，一个点，横横横，竖横。üstü 我们前面学了一个注的记住 degan 注 isimizda bormi? Shu 注 degan xatga o'xshab qoladi. Lekin 注 degan xatniki横一共是3个横，但是售那个üstündeki 横是几个横？4个横4个横。然后下面呢是一个口售 manisi setish setish başqalarga satqanni show deymiz, 出售的吧。货一个单人旁，anandiki 一个7撇竖弯钩7，是哪个1 2 3 4 5 6 7的7。Asты bir tal pay, asты bir tal pay. Pay degan nima bilan munosabatlik? Pul bilan munosabatlik deymiz-ku. Xo degan mol. Nima mol nima qiladi? Molni biz sotamiz, qo'limizga pul kiradi. Shuning uchun ostida pay zipang bor. And then yuan deganimiz u odamga vakil qiladi. Xodim degan ma'noni bildirdi-ku. Masalan, 职员 deb o'rgandik, 服务员 deb o'rgandik. Endi nima yuan chiqdi? 售货员 chiqdi. Yang ustida bir tal ko, ostida bir tal pay. 好，那么售货员 deganimiz mal sotquchi. Mal sotquchi, 售 setish, 货 degan mal, nima yuan degan shu xodimga kiradi, shu vaqtida 售货员 mal sotquchi. Masalan, mening opam Talla bozorida mal sotquchi. 我妈妈是超市的售货员 desak bo'ladi. 好，uningdan boshqa shu mal sotquchilardan ma'nosi qancha pul deb so'ragan bo'lsak, 售货员请问这个多少钱 desak bo'ladi. 售货员 mal sotquchi. Nima bu yerda bir nuqtani so'zlab o'tib ketsam, masalan shu savdo saroylariga kirgan vaqtimizda hozir ko'pinchisi shu do'konning ichida pulni to'lamay, sirtida maxsus bir pulni ilib pul qaytaradigan bir joy bor. U yerni biz nima deymiz? 收银台. 收银台 deydi. 收 deganimiz qabul qilish, ilishdiki 收. 银 deganimiz bankadagi yin, yinhangdagi yin, kumushdagi yin. 那么收银台 台 degan shu ustili deymiz-ku. 收银台在这里我们会付款deganimiz pul to'lash. 好，那么售货员 ko'pinchisi nima shu mallarni bizga tunishtiruvchi, agarda kichikroq do'kon bo'lib qolgan bo'lsa, biz odatda pullarni shu 售货员给beramiz. 好，下一个词最，最意思是一个日 and then 一个长长的横 and then shu ordodagi r, lekin bu rning ustidagi hngsini qanday uzun qilib aytamiz. 然后这边是一个 you. 好，最 ma'nosi ang. Masalan, ang egiz desek 最高, ang cho'ng desem 最大, ang kichik bo'lsa 最小, ang chiroyli bo'lsa 最漂亮, ang kelishgan 最帅 degandagi 最 ang. Masalan, mening ang yaxshi ko'radigan shu men eng yaxshi ko'radigan cho'lpon bo'lsa, masalan, 刘德华 degan bo'lsak, 我最喜欢的明星是刘德华 degandagi 最 ang. Unda bo'lsa, keyingi so'z 排. 一个提手旁 anan degan 竖横横横 竖横横横 排. Ma'nosi qator. Bir qator, ikki qator, 3 qator degan vaqtimizda pay bo'ladi. Masalan,
kitaplarni tizgan vaqtimizda işte qata qilib tizimiz. Masalan, 这个字典在哪里 desek, 字典 lug'at qayerda deb so'ragan bo'lsam, kitobchazninki ikkinchi qurda degan bo'lsak, 我说在书架第二排 desek bo'ladi. 在书架第二排。好，那么这个呢是排 u bir nima so'z bo'lib mangdi, miqdor so'zi bo'lib mangdi. Amsa keyingi so'zga o'tdik. 一共 jami deganni bildirdi. 那么就是说 miyada birmuncha narsalar bo'lib, mushularning hammasini so'zlab jami deb turib degan vaqtimizda 一共 desak bo'ladi. 比如说 men bugun nurg'un narsalarni setib olgan bo'lsam, mushularning hammasi qancha pul deb so'ragan bo'lsam, 我说这些所有的东西一共多少钱 deymiz. 一共多少钱? 那么 bugun nurg'un odamlar yig'inga qatnashgan bo'lsa, nima yig'inga qatnashgan odamlar jami qanchalikkan degan bo'lsam, 今天参加会议的一共有多少人? 一共有多少人 desak bo'ladi. 那么一共 bu so'zningki ma'nosi jami, hammasi degan ma'no bildirdi va ma'lum shu birmuncha sonlarni bir aqlam qo'shib, shu butun sonini chiqargan vaqtimizda 一共 bo'lib mangdi. 好，这个呢是一共。Unda bo'lsa keyingi so'z 收银员，收银员，收竖着竖，然后撇横撇捺一个反文。银 deganimiz bankadagi银行的银 或一个金字旁，按个横折横横竖，然后呢提撇捺。元呢是上面一个口，下面是一个贝，宝贝的贝，收银员。那么 perkastik yani mushu pul yig'adigan odamni 收银员 deymiz. 比如说请问你们收银员在哪里? so'rab baqsam sizlarniki mushu pul yig'adigan qiz qayoqda, nada degandagi. Nima 收银员 对 ashu biz narsa kerak setib olgan vaqtimizda, masalan, ko'pincha mayli chaushida bo'lsin, yoki bo'lmasa mushu so'z saroylarda bo'lsin, 它会有一个专门的 maxsus bir 收银台 bo'ladi. 收银台 pul to'laydigan joy. 那么 shu yerda ishlaydigan odam nim bo'ladi? 收银员 bo'lib mangdi. 好，我姐姐是一名收银员. Mening ocham bo'lsa, bir mushtaqiliqi magazinlarda nima mushtaq pul yig'adigan qizchaq degandek. 那么下一个词包 degan bu so'z oldida bir chiqqan shunday, masalan, o'z ichiga elish deb chiqqandi. Nima shu vaqtidami degandim, bovninki bir necha xil ma'nosi va ism bo'lgan chaqda nima bo'ladi? Mushu sumka shunday, hamda o'z ichiga elish degan ma'nosimi bor. Hamda bugungi bu darsda tashigan liangtsi degan miqdor so'z. Miqdor so'z bo'lgan chaqda bovninki ma'nosi bo'loq. Nima biz mushu bo'lab qo'ygan narsalarga qarata bao shama deymiz. Masalan, odatda qog'ozni mana bir bo'loq bit sotadi. Nima shu vaqtida bir bo'loq qog'oz deganni bao zhi deymiz. Bao zhi. Masalan, magazinga kirib, 2 bo'loq qog'oz bering desak, 麻烦您给我2包纸 desak bo'ladi va 麻烦您给我2包纸. Bu qog'ozchi ba'zilarini bunda dumaloq qilib qo'ygan. Uni juan deymiz. Juan. Bunda dumaloq qilishni juan deymiz. Juan. Nima bunda tatib ishlatadigan qog'ozni odatda mushtaq bo'loqni ichiga soladi. Uni bao zhi deymiz. Odatda na bao zhi desak, bunda tatadigan qog'ozlarni olib berdi, yo bo'lmasa kichik mana bir qo'yliq ishlatadigan qog'ozni olib berdi va agarda juan degan bo'lsak, juan desak, bunda do'ngilak cho'giltadigan, cho'giltib turib oladigan qog'ozni olib berdi. Tushundingmi? Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 纸巾 deganimiz qog'oz degan xat. Bu xatning yozilishi 一个绞丝旁撇竖提横，然后呢一个斜钩。那么金 degan bu xat 前面也出现过, lekin bu ayrım chiqib boqmadi. Shu boshqa mushu xatlarningki orasidan chiqib boqqan. Masalan,
家常饭degan 장 esimizda bormi? Ilaqa uy tamoqida. Shu家常饭ning ostidagi changning ostida bor deymiz. Jing bo'lib ba. Jing deganimiz就是shu lungiga qarta olib mangdi. Nima lekin nima jing bo'lsa就是bizning odatda shu qo'l surtadigan, eg'iz surtadigan qog'ozni jing deymiz. Xo'p. So'rab baqsam, sizda shu qog'oz bormi? Qo'l surtadigan qog'oz bormi desak, 请问你有纸巾吗? 请问你有纸巾吗? deb so'rasam bo'ladi. Xo'p, 纸巾qog'oz. Qanday qog'oz? Qo'l surtadigan, eg'iz surtadigan qog'oz. Xo'p, endi 条. 条 degan bu so'z miqdor so'z bo'lib mangdi. Yezilishi ustida bir tal fanvin, anandan ostida hing deb birini akilib bir xiao, kichikdagi xiao yeziladi. Nima? 条 ma'nosi tal. Bu bir miqdor so'z. Lekin buni ko'pincha nimaga ishlatamiz desak, %100 emasa, lekin %90% desak bo'ladi. Odatda uzunchoq bo'lgan hamda mana tub-tuz amal emasa, sal agir-bugur bo'lgan, uzunroq bo'lgan narsalarga mushu tiyovni ishlatamiz. Masalan, yo'l. Bir yo'l desak, yi tiao lu deymiz. Nima? Zanjir. Yashi inchika uzunroq bo'ladi. Nima? Yi tiao xianglian. Zanjirni xianglian deymiz. Yi tiao xianglian. Yi tiao xianglian. Jip. Jipni, og'amchini, umumiy uzuncha bo'lganlik uchun unimi 一条绳子 deymiz. Onundan boshqa shu ustimizga kiyadigan kiyim-kechaklarninki matrabning usti tarafiga kiyganda, masalan, chopon yoki gangsar qatorliqlar bo'lib qolsa, uningga biz jianni ishlatamiz. Jian nima? 一件外套 一件衬衫的. Nima? Badanninki tuvan qismiga, masalan, ishton, shanku qatorliq mushularning hammasiga tiovni ishlatamiz. 一条裤子 一条裤子 一条秋裤 desak bo'ladi, cho'ku. Uningdan boshqa yana shu ayollarninki kiygan mayli yubqisi bo'lsin yoki butun ko'ylak bo'lsin, hammasiga tiovni ishlatadi. 一条裙子 yoki bo'lmasa 一条短裙 都是条. Nima? Yana shu hayvonlarning ichidagi baliqni 一条鱼 deymiz. Baliqqa 一条鱼. 还有就是shu ishitlarninki cho'ngrog'i, kichikni 一只狗 deydi. Cho'ngni cho'ngroq ishitlarni 一条狗 deymiz. 一条狗. Odatda 一条狗deb so'zlagan bo'lsak, bu cho'ng eshitgan deb o'ylaymiz. Agarda 一只狗degan bo'lsa, kichikkan aslan kichikkan deb o'ylaymiz. Xo'p, 条 miqdor so'z, nima-nimaga ishlatilganini bayam bir boshdan so'zlab o'tdim. Yana bir takror qilib o'tishinglarni umid qilaman. Amsa keyingi so'zga o'tdik. 毛巾 毛巾 mao degan jung degan gap. Bu mao degan xat qachon chiqqan desak, qalam bor, u bi. Ashu xatninki ostida chiqadi, mao. Jung tuk degan ma'noda chiqadi. Jin bayam jingning ichida chiqib bo'ldi shunaqa. Mao jing u vaqtda nim bo'ldi? Lunga. Mao jing lunga. Masalan, 我的毛巾不见了. Mening lungam yo'qtirdi. Chen ko'rishdigi bu chenla bo'lgan bo'lsa yo'qtirdi degan ma'noni bildirdi. 我的毛巾不见了. Nima? Undan boshqa 我去买2条毛巾. 毛巾ninki shu miqdori 条 bo'ladi, 我去买2条毛巾. 我去买2条毛巾 desak bo'ladi. Nima? 还可以说毛巾bu lungini yuvding degan bo'lsak, 把这条毛巾洗一下. Yuvish deganda nima deydi? 洗.
yuyinishni 洗澡，那么这个是洗 deganimiz yuyish， 把这条毛巾洗一下。好，毛巾 lunga。keyingi so'z 管，管 degan bu so'z 上面是一个竹字头，对吧？还能 degan 一个宝盖头，一个宝盖头。and then 竖，横折横，横折横，这是管。管 degan bu so'zningki bir necha xil ma'nosi bor. ism bo'lib mangsa 做名词的时候 bu mundaq shilankini ko'rsatib beradi. 管子 管的 shilankini ko'rsatadi. harakat bo'lib ya'ni fe'l bo'lib qolsa uningki ma'nosi nima desak boshqurish. boshqurish. 不要管我 meni boshqurma. yoki bo'lmasa men bilan koringiz bo'lmasin degandek. 管 把这些人都管好. ma odamlarning hammani yaxshi boshqaring. Masalan, biz bir shirkatningki o'sha boshliqi bo'lgan bo'lsangiz, qo'l ostingizdagi odamlarni yaxshi boshqaring degan bo'lsak nima deymiz? 管好您的手下 desak bo'ladi. 管 ism bo'lganda shilanka, 动词bo'lgan chaqda shi boshqarish. Endi bu darsda nima bo'lib chiqibdi? Bu darsda bu bir miqdor so'z bo'lib chiqibdi. Nima guan odatda miqdor so'z bo'lgan vaqtida ko'pincha nimaga ishlatamiz desak? 牙膏. 牙膏它是什么东西呢？它也是生活用品中的一个。每天我们都要，这是什么？刷牙，刷牙。那么刷牙的时候我们需要牙膏，牙膏就是치파스. 好，那么牙degan maqsadga qarab baqsaq, 横竖折 qilib andan keyin 竖钩撇，这是牙。那么钩degan xat egizdagi qov esimizda bormi? Shu xatninki ozroq o'zgarib qolgan. Usti o'xshash 点横，然后一个口。那么qovninkida bundaq 竖横折钩deydi, lekin men yerda 撇横折钩 qilib sal qisqartaymiz, kichik qilamiz. Andan 下面还是一个口。ang ostida bir tal yu. yu. Aslında siqib chiqaradigan holatdagi narsa bo'lsa hammasini qov deymiz. Shuning uchun masalan dorilarninki bunda siqma dorilar bo'lgan bo'lsa hammasiniki keyingicha bir nima qov deb yoziladi. Ha, nima ya qov 就是 tish pastasi. Uydagi tish pastasi tugab ketibdi. Tushdan keyin magazinga berib birini og'ash keling desak, 家里的牙膏用完了，家里的牙膏用完了，下午去商店买一管，管呢是怎么着？买一管牙膏回来。下午去商店买一管牙膏回来。好，牙膏是什么呢？七八岁。那么牙degan就是odamniki钱。好，这是牙膏。下面一个词支，支也是一个十 and 一个 you。支 nima so'zgan miqdor so'zi. 支 degan bu so'zniki xarakteriga qarasak, 它是一个量词 miqdor so'zi. 那么 qanday narsalarga miqdor bo'ldi desak, odatda masalan qalam bo'lsa, 一支笔 desak bo'ladi. 一支笔. Men 2 qalam setib olaman desam, 我买2支笔。我买2支笔 desak bo'ladi. 那么 uningdan boshqa 牙刷 tish cho'tkisini 一支牙刷 desak bo'ladi. 支 miqdor so'z. Ha, amsa keyingi so'z 牙刷. Hozir dedik tish cho'tkisi. 牙刷 ya deganimiz yana shu o'zgarmaydi. 横竖折 andan keyin 竖钩撇. 那么刷一个是横折横撇 bo'lgandan keyin ostida bir tal mavjingdagi jing shunaqo 竖横折钩竖 qilib 最后这边是一个这个立刀旁刷 刷 degan cho'tka bo'ladi. Odatda cho'tkani 刷子 deymiz. 刷子. 那么 tishni cho'tkalaydigan cho'tka bo'lganligi uchun uni nima deymiz? 牙刷 牙刷. Ha, masalan ya shu tish cho'tkani almashtiradigan vaqt keldi degan bo'lsak,
该换牙刷了，该换牙刷了。比如说，这个牙刷用了3个月了，该换牙刷了。我的牙刷不见了，不见了yo'qolib ketdi. Mening tish cho'tkam yo'q turdi desak bo'ladi. 好，牙刷没问题吧？下面一个呢是零钱，零钱，零degan mahal üstü是一个雨字头，雨字头，一个yomg'ir雨，横anan degan撇，横折竖，点点点点，tushunarli? Osti今天degan jinga o'xsham degan撇捺点横折qilib ostida yana bir tal chekit bor, chekit bor. 那么这是零，零degan bu xatniki asli ma'nosi nol. Nolni ling deymiz. 那么零钱pul bilan bir yerga kelgan vaqtida bu so'zningki ma'nosi parch pul, parch pul. Masalan, sizda parch pul bormi desak, ning有零钱吗？您有零钱吗 desak bo'ladi. Menga mushu 10 qo'y parch pul bersangiz desak, 请给我10块钱零钱，请给我10块钱零钱 desak bo'ladi. 零钱 parch pul. 好，unda bo'lsa keyingi so'z 找，找。那么我们来看一下这个字，它长得跟这个我有点像，是吧？横竖勾提，那个横弯勾撇点。那么找degan bu so'z oldida bir qatam chiqqan. U vaqtida nimda aytdik buni? 是这个 izlash. 对， masalan, men odam izlayman desam 找人，对吧？那么也可以说是找书 kitob izlash, 找工作 xizmat izlash degandek. 那么bugungi bu darsda bu 找 deganimiz qaytirish degan ma'no chiqadi. Qanday qaytirish desak, pul qaytargan vaqtimizda 找钱 deymiz. Mana pulingiz pul qaytirish desak 找钱，找钱。好，bu yerda pul izlash emas, 是找钱 pul qaytirish bo'lib ma'noda. Unutib qolmaylik. Masalan, narsa kerak setib olgan bo'lsak, 一共多少钱? Jami qancha pul? 一共93块钱。Jami 93 qo'y pul. 好，给您100块钱，100 qo'y pul berdik, 给您100块钱。那么 qaytirib bergan chaqda 找您7元 deydi. Mana 7 qo'y qaytirdim deb. 找您7元。找钱 pul qaytirish. 好，unda bo'lsa再往下收，收呢，bayan我在给你们讲这个售货员的时候，mushu售货员degan bu so'zni o'rgatgan vaqtimda mandaq bir dedim, mushu savdo saroylarda qandaq bir pulni maxsus yig'ilgan va o'shani 收银台，收银台deydi dedik-ku. Shu 收 degan xat mushu shu. 竖折 qilib 竖, anan degan keyingi bir tal farvan 收. 收 deganimiz ilish. Bunda qabul qilish degandek bir ma'noni bildirdi va. Nima 收钱 degan bo'lsak pul ilish. Pul ilish. Nima 收走了, 那就是 qaytirib aketdi degan ma'noni bildi. Masalan, to'rdan bir narsalarni olgan vaqtimizda bizga posilka keladi. Posilka kelgan vaqtimizda 2000 收 deb qo'l qo'yimiz-ku, topshirib ilib oldim deb. Mishadiki mushu ilib ilishga nima deymiz? 收 deymiz. Ha, undan boshqa keyingi so'z 脚毛. Men tirnoqning ichida yana bir mao turdi. 脚毛 bu ikkisi nima ma'noni bildirdi desak, 脚 degan bu so'zningki asli ma'nosi birsiga bulung. Masalan, uyning andaq bulunglari bo'ldi-ku. Shu bulungni 脚 deymiz. Masalan, 房脚 yoki bo'lmasa tomning bulungi bo'lgan bo'lsa 墙脚 deymiz. Nima ikkinchi ma'nosi munguz. Munguz. Masalan, qalining munguzi degan bo'lsak 牛角, 牛角. Nima qo'yning munguzi bo'lgan bo'lsa ne就是羊角 bo'ladi. 羊角. Endi bugungi bu darsda buningki yana 3-chi ma'nosini o'rganamiz. U bo'lsa-mu yanala pulningki birligi. Bayan yuan dedik shunaqo. Nima yuandan kichik bo'lgan chaqda 就是 mo deb ishlatamiz ba'zida.
bu mu. Masalan, 5 mu, 4 mu, 3 mu deganimiz mushu jiao. Nama bu mu degan vaqtida ikayniga tirnoqning ichiga yozgan mao, shuni ishlasak bo'ladi. 5 mo'chen degan bo'lsak, uni wu mao chen desakmi bo'ladi, wu jiao chen desakmi bo'ladi. Wu jiao yoki wu mao. Xo'p, nima jiao va mao o'xshash pulninki birligi. And then yana birisi may. May ma'nosi setish. Xo'p, bu xatga qarab baqsak, ustida bir tal shi. Aniki heng gou, aniki dian dian heng pie. Na. May setish degan ma'noda. Setish. Kitob setish, may shu. Üzüm setish, may putao. Tavus setish, may shigua. Shimishk setish, may guazi degandek. May setish degan ma'noda chiqadi. Yana biz dastlabda shu pulni bahosini so'rgan vaqtimizda zamamay deb qanday sotdingiz deganda nima deymiz? Zamamay deb so'raymiz. 都是这个字啊, may degan xat. Nima bu may degan xat bilan shu setavelishdagi may degan xat bek o'xshaydi. Birisining ustida 10 bor, birisining ustida 10 yo'q. Nima bu ikkisini qanday farqlantiramiz? Avval setavelishni may, 3-chi ton may deymiz. Ma setishni may deymiz. Nima bu birisi. Ikkinchisi mayning ustida mundaq 10 yo'q. 没有这个横竖. Nima mushu 10 ni biz mol deb bilgan bo'lsak, mushu 10 ni mol deb bilaylik. 10 tal mol bor. Men nima uchun setib olaman? Chunki menda mol yo'q. Men setib olaman. Shuning uchun ustida mol yo'q bo'lgan bo'lsa, o setavelish bo'ladi. Nima qanday bo'lgan chaqda sotaman, menda mol bo'lsa, andan keyin sota olayman. Shuning uchun ustida 10 bo'lsa, menda mol bor, setish bo'ladi. Mushtaq qilib mush ikkisini farqlantirib olsak bo'ladi, ha? Xo'p, endi unda bo'lsa, keyingi so'z 价格价一个单人旁，还能跟一个人一个撇数。那格不是就一个木，还能跟撇横撇捺，下面一个口，价格 manasi baha。مثلا这个东西价格是多少？bu narsaningki bahosi qancha? 价格太高了，bahosi bek yuqori ekan，我买不起，sotib bo'lolmayman， olib bo'lolmayman degandek。好，那么价格 manasi baha， 价格是多少？ bahosi qancha？ 价格是多少？ bahosi qancha？ 价格太高了， bahosi bek yuqori ekan， 价格特别低， bahosi bek tuvan deganga o'xshash. 价格 baha. Unda bo'lsa saboqdoshlar, bugungi so'zni o'rganib bo'ldik, yangi so'zlarni. 那现在呢，我们是把这个今天的生词都学完了。那接下来跟着老师把今天所学的生词一个读2遍. Har birisini ikki qatamdan o'qib o'tkazib o'taylik. Unda bo'lsa boshildik. 请问生活用品售货员最排一共收银员包纸巾条毛巾管牙膏支牙刷零钱找收缴毛卖价格。好，那同学们，
我们今天的课就先上到这里。家庭作业呢，是每一个生词抄2行，选择其中的5个造句。好，希望同学们能够按时、认认真真的完成家庭作业。Unda xusa, mushu sabaqdashlarniki topshiriqni yaxshi astoydil ishlab kelishinglarni umid qilaman. 那同学们，我们下一期再见。